Hammaga assalomu alaykum. Bugun videomizda magistratura va doktoranturada Turkiyada qanday o'qiladi, jarayonlar qanday bo'ladi, bular haqida gapirib o'tib ketmoqchiman. Bugun juda ham charchadim. Bugun yakshanba, biz oilaviy o'rmonga bordik. Juda ham ko'p yo'l yurdik va juda ham charchadim, lekin bu videoni bugunga olishim kerak edi va olmoqchiman. Sizlarga magistratura haqida, Turkiyada o'qish jarayoni haqida tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Bu video lekin O'zbekiston bilan solishtirish videosi emas, chunki O'zbekistonda magistraturada qanday o'qiladi, qanaqa jarayonlar qanday bo'ladi, ular haqida umuman bilmayman. Agar bilsalaring, iltimos kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, Turkiyada magistratura qanday o'qiladi? Men bakalavrda Turkiyada tarixda o'qiganman, shumali. Turkiyada tarix yo'nalishida o'qiganman bakalavrda, grant asosida o'qiganman, lekin magistraturada kontraktda o'qiganman. Kontraktda qanday bo'ladi? Kontraktga qabul qilinishdan oldin imtihon topshirganman. Imtihon ham yozma, ham og'zaki bo'lgan. Qadimgi dunyo tarixiga topshirganman va ikkalasidan ham yaxshi ball olib o'tganman, Xudoga shukr, va birinchi semestr uchun kontrakt to'laganman. Kontrakt to'laganimdan keyin darslar tanlaganman. Ikkita majburiy, ikkita ixtiyoriy darslar bor. Xohlagan o'zingizga yoqqan darslardan tanlashingiz mumkin bo'ladi. Va haftada 2 kun darsim bo'lgan edi. Bir kunda 2 soat, ertasi kuni 2 soat dars bo'lar edi. Darslarda ko'pincha o'zimiz o'tar edik, o'qituvchilar bizni kuzatar edi, vazifa berar edi, maqola yozish, prezentatsiyalar qilish mavzularida berar edi. Magistraturada asosiy narsa nima? Ijtimoiy yo'nalishlar uchun aytyapman. Turkiyada ilmiy rahbar topish, o'zingizni yo'nalishingizni aniq chizib olish. Masalan, men qadimgi dunyo tarixida o'qiganman. Xo'p, qadimgi dunyo tarixi ham o'zini ichida yo'nalishlarga bo'linadi. Mesopotamiyani tarixini o'rganmoqchi bo'lganman. Agar xohlovchilar Rim tarixini, xohlovchilar Misr tarixini, shunga o'xshagan o'zingizga yoqqan yo'nalishni birinchi tanlaysiz va o'sha professor bilan o'zingizni ilmiy rahbar sifatida o'qishda, diplom ishi yozishda davom etishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ilmiy rahbaringiz universitetga ilmiy rahbar biriktirib beradi. Agar ilmiy rahbaringiz Rim tarixchisi, lekin siz Mesopotamiya tarixini ishlamoqchi bo'lsangiz, universitetga ariza topshirasiz. Men shu o'qituvchiga o'tmoqchiman ilmiy rahbar sifatida. Shu o'qituvchini tanlamoqchiman deysiz. Universitet sizga bir kunda yoki bir haftada shu arizangizni qabul qilib o'zgartirib berishadi. Bu narsa umuman muammo bo'lmaydi. O'qituvchilar orasida ham muammo bo'lmaydi. Hani sen meni ilmiy rahbar sifatida qabul qilmabsan deb sizga hech kim sizga achchig'i chiqmaydi. Hech kim sizni urushmaydi. Birinchi semestrda o'zida magistraturada o'zingizni diplom ishingizni, o'zingizni birinchi kursdanoq magistraturada o'zingizni diplom ishingizni mavzusini ilmiy rahbaringiz bilan kelishishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Chunki ilmiy ishga vaqtingiz yetmay qolishi mumkin. Magistraturani siz kamida 2 yilda, ko'pida 3 yilda tugatishingiz mumkin bo'ladi magistraturani. Birinchi yilda, birinchi va ikkinchi semestrlarda darslar bo'ladi. Ikkinchi semestrda oxirida siz ilmiy ishingiz mavzusiga oid seminar berishingiz kerak. Ya'ni ilmiy ishimni mana shu mavzuda o'tkazaman, shunaqa maqolalar o'qiganman, shunaqa natijalari bo'lgan, shunaqa foydalari bor ilmiy ishim va kelasi nimamga, akademik karyeramga deb siz professorlarga bu ilmiy ishingizni nima qilib berishingiz kerak, isbotlab berishingiz kerak. Va professorlar sizni bu ilmiy ishingizni ma'qul ko'rishsa, yoza olishingizga ko'zlari yetishsa, sizga tasdiqlab berishadi. Mayli ilmiy ishini yozsin degan maqsadda. Va siz bu ilmiy ishingizni uzog'i 2 yilda yoki 1 yilda tugatishingiz kerak bo'ladi. 1 yilda tugata olasiz, lekin davomiy ishlasangiz ilmiy ishingiz ustida. Ko'pchilik so'rashadi, magistraturada ham o'qib, ham ishlasam bo'ladimi? Bo'ladi albatta, lekin faqatgina har kuni dars qilib boring. Har kuni kerakli maqolalarni o'qing, har kuni kamida 2 ta gap yozing ilmiy ishingiz uchun va shu shaklda tugatsangiz bo'ladi. Ilmiy rahbaringiz bilan yaxshi chiqishing. Bu yerda ilmiy rahbar bilan yaxshi chiqishish juda ham oson. Ularga dars qilib borishingiz kerak, ulardan ko'proq savollar so'rashingiz kerak. Shu shaklda magistraturani tugatsangiz bo'ladi. Magistraturada ham diplom himoyasi bo'ladi. Diplom himoya qilayotganingizda boshqa universitetdan ham professorlar kelishadi, sizni yo'nalishingiz bo'yicha o'zingiz universitetingizdan kelishadi va onlayn, offlayn sizni diplom himoya qilishingizga qatnashishni xohlashadi o'qituvchilar ham birgalikda. Magistraturani tugatdim, undan keyin doktoranturaga o'qishga kirdim. Hozir doktoranturada birinchi bosqichni tugatyapman. Doktoranturadagi yo'nalishim ham qadimgi dunyo tarixi. Xo'p,
bu qanday ketyapti? Hozircha yaxshi. Doktoranturaga o'tishim bilan 1 yil ichida bitta maqolamni chop etdim. Xudoga shukr, ilmiy rahbarim bilan birlikda albatta. Doktoranturaga kirdim, u ham kontraktga $500-400 atrofida. Magistratura ham shunaqa edi, doktorantura ham shunaqa. Albatta imtihon bilan kirdim, ham yozma, ham og'zaki imtihonlar topshirdim. 4 ta dars tanladim. Doktoranturaga o'xshab, magistraturaga o'xshab doktoranturada ham 4 ta dars tanladim. Bitta majburiy, 3 ta ixtiyoriy. Ilmiy rahbarim, yana o'zim ilmiy rahbarim bilan davom etyapman hozir. Lekin doktoranturani boshlanishiga meni universitet boshqa ilmiy rahbar biriktirib qo'ygan edi menga va tezda darslarni tanlagan haftanoq universitetga ariza yozdim. Men boshqa ilmiy rahbar xohlayman, shu professorimni xohlayman deb va ular menga ilmiy rahbarimni o'zgartirib berishdi. Bir kun yoki bir hafta ichida sizga ilmiy rahbaringizni o'zgartirib beradi. Bu muammo bo'lmaydi. Keyingi masala doktoranturada ham magistraturadagi sizga prezentatsiyalar qilishingizni, maqolalar yozishingizni xohlashadi. Lekin qanaqa farqi bor? Jitta ozgina farqi bor. Bu endi sizdan umuman yozilmagan, oldin hech kim bu ilmiy ish bo'yicha ishlanmagan narsalar haqida so'rashar ekan. Magistraturada siz hatto diplom ishingizni ham oldin ishlangan mavzularda, masalan, qanday tushuntirsam ekan? O'zbekiston tarixida Amir Temur bor, hamma biladi. Amir Temur saltanatida o'sha hukmronlik davomida egallab olgan joylari hammasi bor, to'g'ri. Siz o'shalarni olasiz, analiz qilasiz. Shuncha foyda ko'rgan, shuncha yutuq ko'rgan. Lekin keyin kelasiz Usmoniylardagi birorta podshohni tanlaysiz. O'sha podshoh bilan Amir Temurning o'rtasidagi farqlarni topasiz va bu sizning bitta diplom ishingiz bo'ladi. Lekin doktoranturada siz buni qila olmaysiz. Doktoranturada endi siz umuman boshqa hech kimning qo'li tegmagan. Biz aytamizki, tesha tegmagan ma'lumotlarni biz tesha tegmagan mavzularda biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va darslarimiz ham shunga to'g'ri ketyapti. Masalan, tarix falsafasi degan dars olaman. Tarix falsafasi quloqqa zerikarli eshitilishi mumkin, lekin ko'p narsa o'rgandim. Masalan, biz tarixda o'rganayotganimizda ham falsafa qilar ekanmiz. Shu narsani o'rgandim, qisqacha qilib tushuntirib bersam. Undan tashqari qavimlar go'chi, ya'ni shu odamlar oldin jamoa bo'lib yashagan-ku, o'sha jamoalarda ko'chishgan-ku, doimiy ravishda ko'chib yurishgan, ular qayerlarga ko'chishgan va qayerlarga ko'chgan bo'lishi mumkin tarix davomida. Shunaqa ilmiy fantaziyalar desak ham bo'ladi buni. Ilmiy fantaziyalar qilasiz birinchi va ularga ilmiy dalil topishingiz kerak bo'ladi va bu siz uchun doktoranturada tesha tegmagan mavzulardan biri hisoblanadi. Doktoranturada 3 yil darslar bo'ladi. 3-yilda oxirida yetarlilik sinovi bo'ladi. Yetarlilik sinovi ne? Sizni ilmiy ish yozishga bilimingiz yetarlimi, saviyangiz yetarlimi, buni test qilishadi. Kimlar test qiladi? Yana universitet professorlari, boshqa universitetlardan kelgan professorlar sizni imtihon qilishadi. Xohlagan savolni o'tirib so'rashadi. Sizni kelajakda yozmoqchi bo'lgan ilmiy ishingiz bormi, mavzusi qanaqa, ular haqida savol javob qilishadi. Xudo xohlasa keyingi semestrda oxirida menga ham yetarlilik sinovi o'tkazishadi. Agar o'tolsamgina ilmiy ishimni yozishni boshlashga haqqim bo'ladi. Hozir unaqa haqqim yo'q. Haqqim bo'lmasa ham yozsam bo'ladi. Lekin bunga hali ilmiy rahbarim tayyor emassan degan gap gapirdi. Chunki rostdan ham o'zimni tayyor his qilmayapman. Buning uchun hali ko'proq o'qishim kerak, ko'proq maqolalar, ko'proq kitoblar o'qish kerak. Yana boshqa sizlarni qiziqtirgan mavzular bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozing. Va kommentariyaga yozing. Albatta, men kommentariyalarni bitta o'qiyman. Sizlarga video yoqqan bo'lsa ham, yoqdi deb yozing. Men juda ham xursand bo'laman. Kanalimga obuna bo'ling. Bundan keyin tez-tez shunaqa YouTube videolari joylab turaman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr.